Qaysidir o'zbek qo'shig'ini sevib ijro eta olasizmi? Ha, men Toshkent, Samarqand qo'shiqini juda yaxshi ko'raman. Umrim go'zali, baxtim bahori, o'zingsan Toshkent, Samarqand. O'zbek madaniyati va Xitoy madaniyati o'rtasida farqlar yoki o'xshashliklar bormi? Ikkala madaniyatida ham kadrlarga hurmat juda muhim. Bayramlarda oilaviy yig'ilish qilish. O'zbekchani O'zbekistonga kelib emas, Xitoyda paytingiz o'rgangansiz. To'g'ri. O'zbek tili orqali Xitoy va O'zbekiston do'stona va madaniy rishtalarini mustahkamlashga harakat qilyapman. Men cho'chilarni eng yaxshi ko'raman. Ota-onangiz bu yerga kelib o'qishingizda to'sqinliklar qilishmadimi? Otam ham mening tanloviga hurmat qiladi. Hozir men ko'p yozuvchilarning asarlarini o'qiyapman. Masalan, Alisher Navoiy, Oybek, Muhammad Yusuf, Chorpon. Tushimda ko'rayman, shunchalar go'zal. Bizdan-da go'zaldir, oydan-da go'zal. Men o'zbek milliy raqsini yaxshi ko'raman. Milliy kiyimlarini yaxshi ko'raman. Shuning uchun shundaki. Juda yarashibdi milliy kiyim. O'zbek qiziga o'xshab qolibsiz. Assalomu alaykum. O'zbek ziyolilari yetakchisi, yo'lboshchisi Mahmudxo'ja Behbudiy bundan bir asr avval bizga 2 emas 4 til lozim degandi va ushbu so'z bugun ham dolzarb, bugun ham o'zbek yoshlari, o'zbek jamoatchiligi xorij tillarini o'rganishda peshqadam va bu oddiy holatga aylanib qoldi. Ammo shu o'rinda bir savol uyg'onadi, xorijda o'zbek tilini o'rganish qay darajada, bizning tilni ham o'rganishyaptimi va nima uchun o'rganishyapti va qaysi jihatlarda, qaysi jabhalarda qo'llashyapti? Ushbu savollarga javob topish uchun va o'zbek tilini o'rganayotgan yoshlar, shuningdek bugun bizning mamlakatimizda ishlayotgan boshqa xorijliklar bilan tanishish, ularning fikrlarini olish uchun yangi loyiha boshlandi. Milliy dialog va o'sha loyiha doirasida bugun biz birinchi podkastimizni boshlaymiz va podkastimizga biz mehmon sifatida Xitoy Respublikasidan kelgan, ismingiz? Shahlo. Shahlo. Demak, o'zbekcha ism tanlaganlar o'zlariga Shahlo, hozir o'zlarini tanishtiradilar. Shuningdek, ushbu loyiha doirasida bugun biz bilan hamsuhbat bo'ladigan ekspertlarimizni va mehmonimizni tanishtirib o'tamiz. O'zbekiston Yoshlar ittifoqi xalqaro aloqalar bo'limi boshlig'i Murtazayeva Shodiya va bizning yana bir mehmonimiz Xitoy Respublikasidan kelgan qizimiz Shahlo. Lekin bu o'zbekcha ismlari, o'zlarining ismlarini hozir tanishtirib o'tiradilar. O'zingiz tanishtirib o'tsangiz? Assalomu alaykum. Mening ismim Shanxintong, o'zbekcha ismim esa Shahlo. Men hozir 20 yoshdaman. Hozir O'zbekistondagi Alisher Navoiy nomidagi o'zbek tili va adabiyot universitetida o'qiyapman. Men o'zbek tilini 2 yildan beri o'rgandim. Xitoyda bo'lgan butun milliy o'zbek tanlovida men birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Keyin O'zbekistonda bo'lgan butun respublika bo'yicha xorijiy talabalar uchun o'zbek tili tanlovida men ham birinchi o'rinni oldim. Men o'zbek tili orqali Xitoy va O'zbekiston do'stona va madaniy rishtalarini mustahkamlashga harakat qilyapman. Bugun sizlar bilan suhbatlash imkoniyati berilganidan juda xursandman. Juda ham chiroyli gapiryapsiz, to'g'risi kutilmagan hol bo'ldi. Demak, o'zbekchani O'zbekistonga kelib emas, Xitoyda paytingiz o'rgangansiz. To'g'ri. Necha yil bo'ldi shunda? 20 yoshdaman hozir. 20 yoshdasiz. Necha yildan buyon o'rganasiz? 2 yil. 2 yil. O'zbek tilini o'rganayotganingizga demak 2 yil bo'ldi. Ha, 2 yil bo'ldi, to'g'ri. Ajoyib. Nima uchun o'rganyapsiz o'zbekchani? Nima uchun? Chunki men Xitoyda o'rganayotganimda Markaziy Osiyoga juda qiziqaman. Shuning uchun men o'zbek tilini tanladim. Mening yo'nalishim o'zbek tili va adabiyot hozir. Qanaqadir qiyinchiliklar bo'lmayaptimi o'zbekchani o'rganishda? Qiynalmayapsizmi? Men uchun yaxshi, chunki ustozlarim har doim menga yordam beradi. Menda bitta savol bor edi. Ya'ni O'zbekistonga kelishdan oldingi taassurotingiz qanday edi va hozir qanday? Kelishdan oldin men faqat ular mehmondo'st va
iliq an'analarni bilar edim, ammo kelganimdan keyin men ular juda ochiqni his qilaman, chunki tanish bo'lmagan odamlar, ya'ni begonalar ham menga yo'l ko'rsatadi, salomlashadi, ham ular mening madaniyatimga qiziqadi. Sizni madaniyatingiz deganda o'zbek madaniyati va Xitoy madaniyati o'rtasida farqlar yoki o'xshashliklar bormi? Sezdingizmi buni? Ikkala madaniyatida ham qadrlarga hurmat juda muhim. Biz ham qadrlarimizga salom berish va bayramlarda oilaviy yig'ilish qilish. Bu Xitoyda va O'zbekistonda ham bor. Odob va an'analar odamlar orasidagi munosabatlarni chiroyli va iliq qiladi. Ajoyib. Yana bir savolim bor, juda ham qiziq. Bilamizki, har bir davlatni o'ziga yarasha, milliy taomlari bo'ladi. Aynan siz o'zbek milliy taomlaridan qaysi birini juda ham yaxshi ko'rasiz va sevib iste'mol qilasiz? Siz sevgan o'zbek milliy taomlari bormi? Bor. Men chuchvarani eng yaxshi ko'raman. Toshkent, Samarqand va Buxoroda biroz farqi bor, lekin har biri menga yoqadi. Bu balki sizlarga notanish bo'lmagani sababdir, chunki Uyg'ur taomi hisoblanadi, chuchvara bizda ham tayyorlanadi-yu, lekin Uyg'urlardan o'xshash. Shu sabab balki sizga o'sha ta'mni eslatar. Yana hali bitta narsani o'yladimda, Xitoy va o'zbek xalqi o'rtasidagi o'xshashliklar. Bu juda mehnatsevarlik. Ya'ni Xitoy xalqi ham adashmasam juda mehnatsevar, shuningdek o'zbeklar ham. Shu bilan birga o'xshamaydigan jihatlarimiz bormi? O'xshamaydigan jihat. Ayri jihatlar, farqli. Menimcha bor. Chunki biz tanish bo'lmagan odamlarga o'zbeklarda mehmondo'st emas. Ammo sizlar shuncha mehmondo'stdir. Shu sababli men O'zbekistonda begona hech qachon his qilmayman. Bu ajoyib. Qanaqadir sizga yoqmagan jihatlar bo'ldimi o'zbeklarni? Yoqmagan jihatmi? Bu tabiiy, ya'ni har bir xalqda qanaqadir baribir kamchiliklar bo'ladi, nimadirlar bo'ladi. Mana bunaqa bo'lsaydi deb o'ylagan jihatlaringiz bo'ldimi? Ya'ni o'zbeklar bunaqa bo'lsaydi yoki bunaqa bo'lmasaydi degan bir jihatlaringiz. Bunday jihatlar menimcha O'zbekiston kutilmagan yaxshi. Shunday jihat yo'q menimcha. Chunki har bir odam menga yordam beradi. Mening madaniyatimga qiziqadi. O'zbekchani o'rganishdan maqsadingiz nima? Maqsadi? Bilasizmi, Xitoyda faqat bitta universitetda o'zbek tili yo'nalishi bor. Biz ham faqat 8 ta odam o'zbek tilini o'rganyapmiz. Shuning uchun menimcha hammamiz o'zbek tili orqali Xitoy va O'zbekiston o'rtasida hamkorlik qilish uchun harakat qilyapmiz. Ya'ni ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikda aytaylik o'zingizni hissingizni qo'shmoqchisiz. Qaysi sohada ishlamoqchisiz? Ya'ni o'zbek tili va adabiyotida bu yerda til o'rganyapsiz. Sohangiz shunda filologiyami, o'qituvchilikmi, pedagogikami? Qaysi sohada ketasiz? Adabiyot soha. Adabiyot. Kimni o'rganyapsiz hozir? Masalan, ilmiy ishmi, shunaqa nimadir o'yladingizmi? Hozir men ko'p yozuvchilarning asarlarini o'qiyapman. Masalan, Alisher Navoiy, Oybek, Muhammad Yusuf, Chorpon, Abdulla Qodiriy, ularning asarlarini o'qiyapman va men ularning she'riyatlari, romanlari va tarixiy asarlarga juda qiziqaman. Xitoy adabiyoti bilan o'zbek adabiyotida, masalan, menga o'zimga qiziq. Xitoy adabiyotida o'qiganman, 2-3 ta unaqa ko'p asar o'qimaganman, lekin yoqadi menga boshqacha adabiyot.
bizning adabiyot bilan Xitoy adabiyoti qanaqa solishtirganda? Ya'ni nima yangilik ko'rdingiz o'zbek adabiyotida? O'zingiz uchun yangiliklar bo'ldimi? Aha, bor. Menimcha Xitoy adabiyoti va o'zbek adabiyotidan qanday farqi bor? Bizning adabiyotimiz masalan she'r kam yozamiz, ammo chuqur ma'nosi chiqdi. Sizlar esa ko'p yozasiz, chiroyli gaplarni yozasiz. Hozir o'zingiz ham ta'kidlab o'tdingiz, o'zbek yozuvchilari, shoirlari, Alisher Navoiy dedingiz, Cho'lpon dedingiz, Oybek dedingiz. Qaysi shoir yoki yozuvchimizni, ya'ni she'rlaridanmi yoki bo'lmasa asarlaridanmi bir parcha aytib bersangiz, kuzatuvchilarga ham bu juda ham qiziq bo'lardi. Mana Cho'lponning go'zal. Mana buni yodlab aytaman. Hamma yaxshi ko'radi. O'zbeklar juda ham yaxshi ko'radi bu she'rni. Bu she'r juda chiroyli. Qorong'u kechada ko'z tikib, eng yorqin yulduzdan seni so'rayman. U yulduz uyalib, boshini bukib aytadir. Men uni tushda ko'rayman. Tushimda ko'rayman shunchalar go'zal. Bizdan-da go'zaldir, oydan-da go'zal. Go'zal. Tasanno juda ham Ajoyib. Chiroyli yodlabsiz. Xitoy alifbosi bilan o'zbek alifosi keskin bir-biridan farq qiladi, lekin mana shu jarayonda ham siz o'zbek tilini o'rganayotganingiz va 2 yil ichida shunaqa natijaga erishish menimcha bu juda ham yaxshi natija albatta. Qayerlarda bo'ldingiz? O'zbekistonni qayerlarida bordingizmi biron joylariga? Aha, men Samarqand va Buxoroga bordim sayohat qilish uchun. Qanaqa sizda taassurot paydo bo'ldi? Ya'ni baribir rasmini ko'rgansiz, videosini ko'rgansiz, lekin o'sha yerni o'zida bo'lish qanaqa his berdi? Menimcha juda ajoyib, chunki O'zbekiston shahridagi zamonaviy va tarixiy bir-biriga mosligini juda yaxshi. Chunki bir tomonida masalan Samarqanddagi Registon maydoni, bir tomonda 1000 yillik masjid, bir tomonda esa yoshlar telefon orqali jonli efir qiladi. Bu juda qiziqarli. Xitoy bilamiz, o'zini tarixini 1000 yillardan buyon saqlab kelayotgan mamlakat va bugun shu bilan birga zamonaviylik ham, ilg'or texnologiyalar ham Xitoydan chiqadi. Ya'ni shunaqa bir davrda yoshlar o'rtasida tarixni saqlab qolish, milliy an'ana, odatlarni saqlab qolish har qanaqa davlat uchun qiyin. Xitoyda bunaqa holat uchun qanday aytaylik, bu jarayonda qanday qilib saqlab qolyapti o'zligini, tarixini, madaniyatini, nima ishlar qilinadi? Chunki biz yoshligimizda ko'p tarixiy kitobni o'qishimiz kerak. Kitobdan ko'pni o'rgandik. Va biz ham tarixiy san'atni ham o'rganishimiz kerak. Masalan, Xitoy kung fu, Xitoy qog'oz kesish san'ati o'sha. Siz bilasizmi? Men ham bilaman. Qiziq. Ya'ni bu har bir oilada qilinishi kerak bo'lgan ish, to'g'rimi? Har bir oilada har bir farzand biladi bu narsani. Biz ham bizning tariximizni yaxshi bilishimiz kerak. Zo'r. Ya'ni ota-ona bu narsani baribir nazorat qiladi-da, to'g'rimi? O'zbekiston bilan bog'liq qanaqadir kelganingizdan buyon qanaqadir qiziq vaziyatlar yoki siz uchun kutilmagan lekin yoqimli vaziyatlar bo'ldimi? Qanaqadir voqea esingizda qoldimi birorta? Bor. Menimcha eng tasvirlangan narsa yotoqxonamizdagi xorasi juda iliq va samimiy. Kelganimda u har doim katta kuch bilan meni kutib oldi va yangi tayyorlangan palov va uzumlar menga berdi. Men ham u bilan birga suhbatlashamiz, hatto birga seriallarni tomosha qilamiz. Demak, sizga o'zbek,
palov dedingiz, ya'ni o'zbek oshi yoqadi. Ha. Yaxshi ko'rib iste'mol qilasizmi? Ha, men ham 5 qozonga borgan. O'zbek aynan o'sha 5 qozonda aynan bizda ya'ni xorijlik, ya'ni turistlar keladigan joy hisoblanadi. Aynan 5 qozonda eng katta qozonlarda osh tayyorlanadi. Juda ham xursandmiz. Mani bir savol qiziqtirayotgan edi. Aynan o'zbek yoshlari bilan do'stlashish qanaqa bo'lyapti? Mana universitetda o'qiysiz, ya'ni o'zbek do'stlaringiz bormi? Bor. Ya'ni har doim muloqot qilib turadigan, o'zbek tilida muloqot qilib turib, balki o'zbek tilini yanada ular bilan chuqurroq o'rganayotgan do'stlaringiz bormi? Bor. Menimcha o'zbek do'stlarim juda ko'p. Ular bilan do'stlashish oson, chunki ular ham ochiq, iliq, samimiy, oqko'ngil. Kundalik suhbatlashishda men ham ko'p tilni o'rgandim. Ular bilan gaplashish jarayonida o'zbek tilini yanada kengroq o'rganyapsiz demakdimi? Juda ham chiroyli, juda ham ajoyib. Menga bitta narsa qiziq bo'lyapti-da. Bu yerda ta'limni davom ettirasizmi yoki qaytib ketasizmi? Men kelajakda albatta O'zbekistonda ishlayman. Balki O'zbekistonda magistraturani ham o'qishim kerak. Ta'lim tizimi sizni qoniqtiryaptimi? Ta'lim tizimimizdagi farqlar, kamchiliklar sizda baribir yaqqol seziladi. Ya'ni bizdan ko'ra siz ko'proq bilasiz. Ta'lim tizimidagi qilinish kerak bo'lgan ishlarni. Menimcha O'zbekistondagi ta'lim kutilmagan yaxshi. Chunki har bir siz nimani o'zbek tilini biladi. Ammo Xitoyda ba'zan baribir xitoychani qanday gapirishini biladi, ammo yozishini bilmaymiz. Ba'zilar shunday. Ammo sizlar nafaqat o'qiy olasiz, balki yoza olasiz. Universitetimizda ustozlari ham juda tajribali, bizga yordam beradi, darslarni tushuntiradi. Kutubxonamizda ham doimo band, chunki talabalar ham juda mehnatkash, tirishqoq. Men shu yerda musobaqaga qatnashim ham mumkin, tadbirga ham qatnashim mumkin. Shuning uchun menimcha O'zbekiston ta'lim yaxshi. Juda zo'r. Kutilmagan e'tirof bo'ldi, to'g'risini aytganda. Nima? Ota-onangiz bu yerga kelib o'qishingizda qanaqadir to'sqinliklar qilishmadimi yoki bo'lmasa o'zlari qo'llab-quvvatlashdimi? Bu yerga kelishingizni aytganingizda yaqinlaringiz qanday qabul qildi? Aslida oilamda faqat bitta farzand bor. Yolg'iz farzandsiz? Ha, yolg'iz farzandman. Otam-onam ham mening tanloviga hurmat qiladi. Ya'ni qanaqadir ularda qo'rquvmi, qanaqadir andishami bo'lmadimi? Yolg'iz farzandni yuborish, qiz bolani yuborish, yana O'zbekiston haqida umuman xitoyliklarda qanday tasavvur bor? Qanday tasavvur? Aslida O'zbekiston dunyoda ham juda xavfsiz mamlakat hisoblanadi. Chunki Xitoylar balki butun Markaziy Osiyo, biz Xinjiang viloyati bor-ku, uyg'urlar yashaydigan joy. Ular balki O'zbekiston Xinjiang viloyatiga o'xshashi shunday deb o'yladi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan. Demak, ota-onangizda hech qanaqa qo'rquv bo'lmagan, ya'ni O'zbekiston deganda. Ular qo'rqmaydi. Ular kelishdimi? Hali kelmagan. Agar men shu yerda magistraturani o'qiyman, ular albatta keladi. Ajoyib. Agar imkon bo'lganda sizda O'zbekistonda yoki universitetingizda deylik yoki umuman o'zbek yoshlari o'rtasida nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Menimcha O'zbekiston yaxshi rivojlanish jarayonida yangi texnologiya
muzika yaxshi rivojlanishi kerak. Ha. Demak, siz o'ylashingizcha aynan O'zbekistonda zamonaviy texnologiyalardan ko'proq foydalanishimiz kerak. Ya'ni shu narsani biz sizningcha shu joyni ya'ni o'zgartirishimiz kerak deb o'ylaysiz. Ya'ni ko'proq biz zamonaviy texnologiyalardan foydalanishimiz kerak. Ya'ni siz shuni taklif qilmoqchisiz demak, to'g'rimi? Yaxshi. Menda shunday savol bor. Bilamizki, ya'ni siz aynan O'zbekistonni Xitoyda tamsil etuvchi bir yosh hisoblanasiz. Shuning uchun agarda xitoylik yoshlar yoki aynan xitoylik do'stlaringiz O'zbekistonga qiziqayotgan bo'lsa, ularga kelishni maslahat berarmidingiz yoki bo'lmasa qanday maslahat berardingiz O'zbekistonga kelish uchun? Menimcha avvalo o'zbek tilini o'rganishi kerak. Keyin yangi narsani sinab ko'rish kerak. Har doim bozorga yoki muzeyga, tadbirga borish kerak. O'zbekiston juda xavfsizlik bo'lsa-da ham xavfsizlikni va sog'liqni ham unutmaslik kerak. Ajoyib. Muzey dedingiz, o'zingiz O'zbekistondagi muzeylarga tashrif buyurdingizmi? Borganman. O'sha Samarqanddagi Afrosiyob muzeyiga borganman. Qanday taassurot qoldirdi sizda? Juda ajoyib, chunki shu yerda bir xitoylik malikasini ko'rganman. Ajoyib. Rasmda bor. Chunki eskidan bizda aloqalar, do'stlik aloqalari, hamkorlik aloqalari bo'lgan. Nima? Qanday yo'l? Ipak yo'li. O'sha buyuk ipak yo'li orqali bog'langan rostdan ham hamkorlik aloqalari. Bugungi libosingiz ham juda chiroyli. Yarashibdi juda ham. O'zingizni oilangiz haqida gapirib bera olasizmi? Oilam? Qanday ulg'aygansiz? Ota-onangiz nima ish qilishadi? Onangiz? Chunki men nimaga buni so'rayapman? Xitoyning oiladagi tarbiyasi butun dunyo nazdida baribir muvaffaqiyatli tarbiya hisoblanadi. Ya'ni Xitoy tarbiyasi bu butun dunyoga qanaqadir o'rnak bo'la oladigan tarbiya. Chunki ular farzandlarini juda yaxshi tarbiyalashadi, juda yaxshi ta'lim berishadi. Qiziq, bizga kerak bo'lgan yoki biz uchun foydali bo'ladigan jihatlarni balki aytib o'tarsiz. Qanday ulg'aygansiz? Qanday katta bo'lgansiz? O'ylam. Bolaligingiz haqida gapirib bersangiz. Xo'p. Otam, onam ham ustoz. Onam matematikani o'rgatadi. Otam esa ona tilini o'rgatadi. Ajoyib. Menimcha Xitoy madaniyatida biz kadrlarga hurmat qilish juda muhim. O'zbekistonda ham shunday. Bir misolini aytaman. Bir kun taksida suhbatlashayotganimda bu haydovchi menga aytdi. Ko'plab o'zbeklar ota-onasi bilan birga yashaydi, ularni g'amxo'r qilish uchun. Biz Xitoymiz ham shunday. Sizlarda ham shunaqa deng. Biz ham shunday. Ya'ni ota-ona bilan birgalikda yashashadi. Ya'ni bu odatiy hol. Bugun alohida mustaqil yashayotgan paytda to'g'ri boshqacha tuyuladi. Bu yerga kelganingizdan keyin o'zbek musiqasi, san'ati bilan qiziqdingizmi adabiyotidan tashqari? Chunki adabiyot bilan birga san'at ham eslanadi baribir. Albatta. Qanaqadir qo'shiqlar yoki kuylar sizga yaqin bo'ldimi? Men o'zbek milliy raqsini yaxshi ko'raman. Lazgini tomosha qilganman va milliy musiqani ham yaxshi ko'raman. Masalan, dutor doirani ham oldim. Oldingiz? O'rganyapsizmi? Men o'rgansangiz bo'lar ekan. Chalishni o'rgandingizmi? Chalishni o'rgandingizmi? Uni bilmayman. Balki kelajakda men bilmayman. Men ham milliy kiyimlarni yaxshi ko'raman, shuning uchun bugun shunday kiydim. Juda yarashibdi milliy kiyim. O'zbek qiziga o'xshab qolibsiz. Magistraturadan keyin nima qilishingizni aytmadingiz?
magistraturadan keyin balki elchixonaga boraman yoki hozir men ham bir advokat yuridisida ishlayman. Hozir faoliyat ham yuritasiz demak. Ham o'qiysiz, hamda ishlaysiz. To'g'ri. Balki kelajakda men O'zbekistonda bir advokatini ham bo'lish mumkin. Yaxshi. Yaxshi maqsad. Demak, yana o'qiysiz. Agar advokat bo'lmoqchi bo'lsangiz, yana o'qishni davom ettirasiz. O'zingiz qiziqasizmi bu sohaga? Advokatlikka? Qiziqaman. Aynan hozirda bilamizki, O'zbekiston va Xitoy savdo aloqalari ham yildan yilga rivojlanmoqda. Albatta, ya'ni o'zbek tilini biladigan, ya'ni xitoylik mutaxassislar juda ham muhim. Chunki aynan ular o'zbek va Xitoy o'rtasida ya'ni madaniy ko'prikni bajarishdan tashqari hamda savdo aloqalarini rivojlantirishga ham o'z hissalarini qo'shadilar. Chunki har bir davlatni o'zini huquqiy tomonlari bor, ya'ni savdo tomonidan bo'lsin, ya'ni siyosiy tomonlama bo'lsin. Agarda siz shu sohaga qiziqadigan bo'lsangiz, albatta kelajakda men o'ylaymanki, juda ham muvaffaqiyatli ishlarni amalga oshirasiz. Rahmat. 20 yosh. Men hozir o'ylayapman, 20 yoshda nima qilayotgandim. Men esimda 20 yosh, menimcha 20 yoshimda aynan Koreyada edim. Chunki o'zim ham Koreyada tahsil olganman. Aynan birinchi Koreyaga borishimda koreys tilini o'rganish juda qiyin bo'lgan. Men ham mana shu 2 yil, 3 yil davomida, ya'ni jarayondan keyin koreys tilini o'rganishni boshlaganman. Lekin sizni 2 yil ichidagi natijangiz menikidan ham ancha yaxshiroq. Chunki 2 yil ichida men unchalik gapira olmasdim. Chunki muloqot ko'proq qilish kerak. Ya'ni o'zbek tilini o'rganayotgan bo'lsangiz, aynan har bir tilni menimcha eng tez o'rganadigan jarayoni bu muloqot. Xato qilsak ham gapirishimiz kerak deb o'ylayman. Chunki xatolardan biz o'rganamiz. Shuning uchun agarda sizda ham qanaqadir hayajon yoki siz buni xato deb bilsangiz, menimcha ya'ni uni o'ylamasdan bemalol ya'ni o'zbek do'stlaringiz bo'lsa, ularga ya'ni o'sha xato deb bilgan so'zlaringizni aytsangiz, menimcha ular ham uni to'g'rilab sizga yordam berishadi. Chunki o'zbek xalqimiz har doim mehmondo'st xalq hisoblanadi. Yoshlarimiz ham xuddi shunda, ayniqsa o'zbek tilini o'rganayotgan agar xorijlik talaba yoki yosh bo'ladigan bo'lsa, bu ularni juda ham xursand qiladi va buni iliq kutib olishadi. Menimcha tez o'rganayotganingizni sababi ham yotoqxonada turganingiz bo'lsa kerak. Yotoqxonada o'zbeklar ko'p. Ular bilan muloqotda menimcha tezroq o'rganayotgan bo'lsangiz kerak. To'g'ri. Ular bilan ko'proq gap. O'zbekistondagi xitoyliklar bilan ham ko'rishib turasizmi? Boshqa sizdan boshqa qizlar ham yoki boshqa xitoyliklar ham bormi? Bor. Ya'ni Xitoy diasporasi bormi bu yerda ham qanaqadir yig'ilib, qanaqadir ko'rishib, suhbatlashib turadigan xitoylik do'stlaringiz ham bormi O'zbekistonda? Ishxonam Zhejiang savdo palantasida. O'sha joy xitoyliklar juda ko'p. Men ham ularga yordam beraman. O'sha yerda demak ular bilan ko'proq suhbatlashasiz. Demak, sizdan tashqari, ya'ni o'zbek tilini o'rganayotgan boshqa xitoylik talabalar ham bormi siz bilan birgalikda kelgan? Bor. 6 ta kishi shu yerda o'qiyapti. Siz bilan birgalikda kelishgan. Siz ya'ni hozir bu yerda 1 yil davomida o'qiysiz, keyin qaytib ketasiz, shundaymi? To'g'ri. Chunki universitetdan bitirish uchun men Xitoyga qaytishim kerak. Siz ta'kidlab o'tdingiz, Xitoyda yana qaysi universitetda tahsil olasiz? Shanxay chet tillar universiteti. Demak, Shanxay chet tillar universitetida o'zbek tilini ham o'rgatishadi va siz mana shu o'zbek tili dasturi doirasida siz bu yerga kelib, o'zbek tilini yanada mukammal o'rganish uchun kelgansiz demak, to'g'rimi? To'g'ri. Juda ham ajoyib. Hozir O'zbek va Xitoy mamlakatlari o'rtasidagi siyosiy aloqalar juda ham yaxshi. O'sha aloqalar davomida siz qaysi sohalarda ko'proq do'stlik bo'lishini xohlagan bo'lardingiz? Qaysi soha? Siyosat jarayonida. Iqtisodiyot. O'sha sohalar ko'proq hamkorlik qilish kerak. Xitoyda
siz sog'inadigan eng Xitoyning eng nimalari, o'zingizning mamlakatingizda sog'inadigan jihatlari qaysi? Sog'inyapsizmi Xitoyni o'zi? Men Xitoy taomlarini sog'inyapman. Taomlarini. Beda o'zim yotoqxonada pishiraman. Xitoy taomlarini. Ammo o'zbek taomlari ham yaxshi. Menga yoqadi. Bilamizki, Xitoy mana so'nggi yillarda ya'ni yumshoq kuchdan juda ham oqilona foydalanyapti. Bunda O'zbekistondan ham bir qancha talabalar aynan Xitoyda ta'lim olish uchun grant dasturlari yutib olyapti. Nima deb o'ylaysiz? Keyingi yillarda ham, ya'ni hamkorligimiz doirasida siz qanday o'ylaysiz? Ya'ni biz, ya'ni Xitoy mana shu Markaziy Osiyo talabalariga mana shu grant dasturlarini joriy etib, yanada hamkorlikni rivojlantirish kerakmi? Ha, albatta. Aslida Shanxay chet tillar universitetida ham o'zbek talabalari bor. O'zbek talabalari bor. Ajoyib. Men ular bilan do'stlashdim. Siz ya'ni Shanxayda o'qiyotgan o'zbek talabalari bilan ham yaxshi munosabatdasiz. Ya'ni ular bilan demak siz o'zbek tilida gaplashasiz. Ha, o'zbek tilida. Ular Xitoy tilini ham o'rganishyaptimi? To'g'ri. Chunki agar men muammolari bo'lsa, o'zbek tilida men ham ulardan so'rayman. Ular agar Xitoy tilida agar muammolar bo'lsa, ham mendan so'raydi. Sizdan so'rashadi. Bu juda ham ajoyib va bu har bir ikki davlatning yumshoq kuchi hisoblanadi. Ya'ni juda ham yaxshi. Chunki aynan siz o'zbek tilini bilasiz, o'zbek yoshlari u yerda Xitoy tilini o'rganyapti va bu tajriba almashish albatta bu ta'lim dasturiga juda ham yaxshi deb o'ylayman. Siz boya aytib o'tdilar, o'zbek qo'shiqlari, o'zbek san'atiga ham qiziqaman deb aytib o'tdilar. Agarda imkon bo'lsa bir o'zbek qo'shig'ini sizdan tinglasak, nima deysiz? Qaysidir o'zbek qo'shig'ini sevib ijro eta olasizmi? Ha, men Toshkent, Samarqand qo'shiqini juda yaxshi ko'raman. Umrim go'zali, baxtim bahori, o'zingsan, sen nutmori, o'zingsan. Oy bilan quyosh, misori qo'sh o'zingsan, olam aro ko'kna mangu yosh. Toshkent, Samarqand, manzalim yo'lim, har yomg'ir so'lim, vafoli ko'nglim. Toshkent, Samarqand, erkam qo'msayman, izlayman, sevib Rostdan ham sevib eshitishingiz sezildi. Rostdan ham sevib eshitarkansiz. Ovozingiz ham juda ham chiroyli ekan. Qo'shiq xirgoya qilayotganingizda aynan hayajon, ya'ni o'sha insondagi energiya bo'ladi-ku. Ya'ni his qilib aytish boshqachada. Shu mana shuni his qildim. Sezilyapti. Aynan. O'zbekistonda ancha yildan buyon yashab o'zbek tilini o'rganmayotgan yoki o'rganmaydigan yoki o'zi o'zbek bo'la turib boshqa tillarda gaplashadigan yoshlarga o'rnak bo'ladigan darajada o'rganibsiz. Tabriklayman. Xursand qiladi bu narsa bizni. Chunki bir millatning ruhiy holini, ahvolini, madaniyatini, tarixini bilmoqchi bo'linsa, baribir birinchi navbatda til o'rganiladi. Bizga o'z tilimizni o'rganib kelayotgan, bizga quchoq ochib do'stlarcha kelayotgan har bir xorijlik insonga bizning ham quchog'imiz ochiq. Biz ham ularni bag'rimizga bosib o'zimizniki kabi qabul qilamiz. Va bu yo'lda agar sizda qanaqadir muammolar, ya'ni til o'rganishda bo'ladimi, boshqa sohalarda bo'ladimi, muammolar umid qilaman bo'lmaydi, chunki o'zingiz aytganingizdek har doim yordamga shay millatmiz. Bo'ladigan bo'lsa ham tortinmasdan o'zingiz aytganingizdek bemalol so'rasangiz har doim yordam berishga tayyor bo'lamiz. Rahmat. Va shu o'rinda bitta narsani oxirgi savol tarzida so'ramoqchi edim.
O'zbekiston siz uchun nimani anglatyapti bugun? Shu paytgacha O'zbekiston deganda nimani o'ylardingiz-u? Endi nimani tushunyapsiz? Kelganimda O'zbekiston juda an'anaviy va tarixiy deb o'yladim. Kelganimdan keyin o'zbeklari, ya'ni yoshlar zamonaviylikni ham qabul qiladi. Shu tasavvurini o'zgardi. Ular ham turli millatning madaniyatini ham qiziqadi. Ya'ni yosh zamonaviylik baribir bizning yoshlar orasida ham keng tarqalgan haqiqatda. Birinchi masalan o'zbeklar bilan, o'zbek yoshlari, o'zbek talabalari bilan suhbatlashganingizda sizni qanday qabul qilishdi? Avvalo ular balki xitoycha bilan gaplashadi. Masalan, ni hao shunda salomlashadi. Keyin men esa assalomu alaykum deyman. Ular eshitganidan keyin siz o'zbek tilini bilasizmi? Hatto bir necha holatda masalan taksini chaqirdim, men haydovchilarga assalomu alaykum, yaxshimisiz shunday dedim. Ular menga siz o'zbekmi shunday javob berdi. Demak iliq kutib olishgan. Kutilmagan holatlar bo'lgan. Xursandmiz. Rostdan ham muloqotni o'zbekchada boshlasangiz hayratlanarli. Men o'zim ham hayron qoldim kelganingizda bunaqa ravon gapirayotganingizdan. Hamda milliy kiyimlar bilan kirib kelganlari ham o'zgacha taassurot uyg'otdi. Bugungi suhbat uchun sizga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Mazkur loyiha O'zbekiston Yoshlar ittifoqi hamda Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. O'ylaymizki, bundan keyingi suhbatdoshlarimiz ham aynan mana shu o'zbek tilini o'rganayotgan xorijlik talaba yoshlarimiz bo'ladimi, mutaxassislar bo'ladimi va mana shu birinchi bosqich bizga katta bir tajriba bo'ladi degan umiddaman va bugungi suhbatimiz juda ham ajoyib bo'ldi. Ayniqsa bu o'zbek tilida bo'lgani bu juda ham o'zgacha. Siz bilan o'zbek tilida gaplashish albatta bu biz uchun qandaydir g'urur baxsh etdi. Chunki biz ham o'z tilimizni, o'z millatimizni, o'z davlatimizni juda ham sevamiz va aynan bizni millatimizga, ya'ni o'zbek millati, o'zbek qadriyatiga hurmat va ehtirom ko'rsatgan insonlarni biz ham juda ham qadrlaymiz. Ishtirokingiz uchun kattakon rahmat.